Bu stend misolida to'g'ri teplizolyatsiyani 10 ta bosqichdan iborat ketma-ketligini ko'rsataman. Birinchi nomerda bu sizlarning tashqi devoringiz. Uni har doim qalinligini so'rayman. 1,5 g'ish, 2,5, 2 g'ish. Shunga qarab bazaltni men qalinligini o'lchab beraman. Ikkinchi nomerda biz gruntovka qilamiz. Ba'zi hollarda shart, ba'zi hollarda shart emas. Uni men o'sha основанияni fasadni o'ziga borib ko'rganda aniq ayta olaman. Uchinchi nomerda biz bazaltni kleyini so'ramiz. Maxsus kley bor. To'rtinchi nomerda biz bazaltni ko'rsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p ishlab chiqaruvchilar bor. Undan tashqari chetdan kiradi. Qalinligini men demak sizlarga tavsiya berib 50, 60, 70, 80, 100 mm qalinliklarni tavsiya qilamiz. Demak, undan keyin mana bazaltni yopishtirganimizdan keyin o'zini og'irligida ko'pchilik so'raydi. Oqib tushib ketmaydimi? Yo'q, tushib ketmaydi. Biz o'sha bazaltni qalinligiga qarab dyubilni ham uzunligini to'g'ri tanlab beramiz. 5-nomerda dyubilni ko'rsanglar bo'ladi. 6-nomerda biz suvoni urishdan oldin demak bazaviy sloy beramiz, ya'ni setkani bo'ktirishdan oldin 6-nomerni bazaviy armiruющий sloyni suramiz. Undan keyin 7-nomerda maxsus fasadniy setka, ya'ni ishqorda yo'q bo'lib ketmaydigan maxsus fasadniy setkani bo'ktirib bazaviy sloyga, undan keyin mana 8dan oldingi sloyni surib beramiz. Ko'rib turgan 8 gacha bo'lgan ishlarni biz hammasini как черновой etap qilib sizlarga topshiramiz. 8 bu demak gruntovka qilinadi. O'sha chernovoydan keyin 9-nomerda tashqi отделка, ya'ni dojlik mineralkalarni misol keltirsa bo'ladi. Ana undan keyin unga 10-nomerda rang beriladi.